Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun yana Gujittakon bog'iga keldik. Bir soat sug'ordikdan keyin hali terimga sal yana bir kun kutamiz. Mana mevalarimiz yaxshigina pishib boshlabdi yana. Nasib bo'lsa yana bir kunda boshlab qolamiz. Bugun Gujittakon mevalarini ekilish sxemasi bilan gaplashamiz. Ular qanday ekiladi? To'g'ri. Men qilgan xatolarni qaytarmayizlar deymanda. Bizlarnikilar birozgina xato bilan ekilgan. Chunki ekilish sxemasi bizlarnikilar 1 metrga 1 metr qator orasi, abana odam yuradigan joyi 2 metr bo'lib qolgan. O'shanda mana o'rtadan yurib o'tishlar sal biroz qiyin bo'lyapti. Chunki tanalab ketayotgan shonalab ishdan yurib o'tish qiyin bo'ladi. O'sha uchun kami 2,5 ila 3 bo'lishi kerak. O'shanda bir sxema to'g'ri kelar ekanda. Hozir bizlarga anchagina xato. Chunki men o'rtadan yurib o'tishimiz biroz qiyin bo'lyapti. O'sha xatoni qaytarmaysizlar. 3 ga 1 ekilsa juda bir yaxshi sxema bo'lar ekan. Agar kattaroq maydonga ekiladigan bo'lsa 4 ga 1 qilib eksa ham bo'laveradi. Bu ham bir yaxshi sxema. Mana oralikdan to'liq odam o'tib qaytib bilish kerak-da. Bu yerda oziqa berishga ham, teribishga ham, yurib qaytib o'tishlari uchun ham juda bir yaxshi anov bo'ladi. Bu birinchi yili suvni yaxshi ko'radi. Gujittakon mevalari. Keyingi yillarga bunday suvni ko'p talab qilmaydi. Suvsizlikka juda bir yaxshi chidamli. Mana yaqinda bir preparat qo'llab ko'rdik bunga. Yangi chiqqan preparat edi. Titanium Max degan bir preparatni ham qo'lladik. Bu rezultat yaxshi, yomon emas. Yana ham kuzatib boramiz Titanium Max'da. Mevalarimiz yaxshi. Dorini sepgandan keyin, preparat qo'llagandan keyin hosillarimiz katta-katta ham bo'lib boshlayapti. Mana pishishlari yaxshi. Gujittakon mevalarimizni qishga o'rash shart emas. Chunki sovuqqa ham chidamligi yaxshi. Sovuqqa 27 gradusdan 40 gradusga chidamli deyilganda. Endi issiqda oladigan bo'lsa, issiq shu bilan bilmayman necha graduslar havo ostida. Qisqasi bildirgan yo'q, hech qanaqa ta'sir qilgan yo'q. Qishga buni o'rash yoki ayrim o'tasmon daraxtlarga o'xshab buni ko'mish shart emas. Asosan qo'rqmasdan bemalol ekib ko'paytirsa bo'ladi. Faqat shu ekilish sxemasida adashmaganida ekib olsangizlar ko'paytirsa bo'ladi. Buni ekkandan keyin borib qo'ng'iroqlashib, maslahatlashib turasizlar. Katta-katta maydonlarga eksa ham bo'laveradi. Hozirda bozorimiz unda ham juda chaqqon sotilmayapti, chunki reklamamiz kamlik qiladi xalqqa yetkazib berishga. Buni asosan reklamasi ruscha, inglizchada ko'p uchraydi-da. O'zbekchada reklamasi juda bir kam. Bu qanaqa meva, nimalarga foyda, qanaqa shifobaxshligi bor. Bu haqida ruschada mana Google saytida ham juda bir ko'p ma'lumot berilgan, faqat ruschada berilyapti. Agar qiziqsangizlar o'shandan o'qib olsangizlar ham bo'laveradi. Chunki 21 ta mikroelementi bor degan, 18 ta aminokislota, 8 ta polisaxarid, 8 ta monosaxarid, 8 ta bikarotin. Vitaminlar keladigan bo'lsak, vitamin A, E,
C, B vitaminlaridan B1, B2, B6, B3, B9, B12 vitaminlar bor. Omega 3, omega 6. Deyarli inson sog'lom yashash uchun kerak bo'lgan deyarli barcha vitaminlar mavjud tarkibida. O'sha uchun qiziqingizlar. Buni doimiy iste'mol qiladigan insonlarda deyarli kasallik bo'lmaydi. Chunki ichakni yaxshi tozalayapti, immunni yaxshi ko'taryapti, qon aylanishini yaxshi qilyapti, qonni yaxshi tozalayapti, qabziyatni oldini olyapti, modda almashishini yaxshilayapti, ichaklarni tozalayapti, o'tdagi dimlanishlarni olyapti, jigarni yog'lardan, toksinlardan tozalab beryapti. Tabiiy mevada bu. Unga hech qanaqa bir ximikat qo'shilmagan, qo'shishda iloji ham yo'q. Uni qachonki maydalab, ezib, kukun shakliga keltirsa, shunda bir nima qo'shish mumkin. Bizalik sotiladiganlari bari mayiz sifat, mayiz-simon holda sotiladi. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi videolargacha sog' bo'lingizlar. Mayli, rahmat.